Assalomu alaykum vatandoshlar. Bizni Makler Otabek YouTube kanali orqali kuzatib borayotgan obunachilar. Sizlarga 2026-yilning 13-yanvar sanasida videorolik tayyorlab e'tiborlaringizga havola etmoqdamiz. Uy olishda birinchida nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi bo'lib lokatsiyasi, ikkinchi bo'lib joylashgan qavati, uchinchi bo'lib xonalar soni. Hozir men kelib turgan lokatsiya Termiz shahar markazi soat chorrahada bo'lyapti. Bu yerda yo'l chetida qurilgan 9 qavatli domlarning 7-qavatida umumiy maydoni 83 kvadratni tashkil etayotgan to'liq yevro remont bo'lgan 2 xonali kvartirani sotuvga chiqaryapman. Remonti barchasi qilingan. Barcha sharoitlar mavjud. Hozir men turgan xonasi katta mehmonxona. Umumiy mehmonxonaning metr kvadrati 30 metr kvadratni tashkil etyapti. Men albatta Telegram ijtimoiy tarmoqlariga uyning chizmasini tashlayman. Bemalol o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Hozir bu xonani uy egalari spalni xona qilib qo'yishibdi, lekin bu aslida katta bitta mehmonxona. Va mehmonxonamizdan esa balkon joylashgan vatandoshlar. Balkonning o'zi ham 3,5 metr. Yana ham aniq lokatsiya. Termiz shahar soat chorrahadan Piyatiga qarab ketishda yo'l chetida qurilgan Fedap yonidagi 9 qavatli dom bo'lyapti. Faqat naqdga sotiladi. Agar kimda-kim olib kreditini davom ettirib ketaman deydigan bo'lsa, bankda 330 million so'm krediti bor. Option narxi esa 850 million so'm deb baholandi. 83 kvadrat, 2 xonalik, 7-qavatda joylashyapti. Keling. Bu esa tashqi eshikdan kirib kelgandagi koridor, ya'ni zal qismi. To'g'rida tashqi eshikdan kirganda hozir sizlar bilan mehmonxonasini ko'rib chiqdik. Bu esa ikkita alohida sanuzel. Sanuzellari alohida. Va to'g'riga esa kuxnya hamda spalni xonasi. Keling. Bu hojatxonasi. Oxirgacha kafillangan, aristonlar qo'yilgan, avtomat kir mashinalar qilingan yurtdoshlar. Bizdan so'raganlar bor edi. Yevro remont bo'lgan 2 xonali kvartiralar. Mana. Bu esa vanna xonasi. Bu ham oxirgacha kafillangan. Barcha mebel texnikasi bilan sotiladi. Общий mana shu 850 million so'mning ichida bo'lyapti. Barchasi. Bu mana spalni. Har ikkita xonada ham bittadan alohida konditsioner, televizor, mana bunaqangi spalni mebellar barchasi qilingan yurtdoshlar. Eng muhimi, mana meni telefonimda internet 5G abonentini ko'rsatmoqda. 850 million so'm yurtdoshlar. Ko'ring, maslahat qiling. Kim uchundir qimmat. Lekin o'zining mijozlari albatta bor. Bu esa uy bekalari sevimli bo'lgan uyning oshxonasi. Barcha derazalari reshotka qilingan. Barcha oshxona mebellari o'rnatilgan. Akreldan yasatilgan. Mana bunaqangi muzlatgichlar qo'yilgan. Bu yerda esa uyimizning mana bu alohida kotyoli va отопленияsi. Отопленияsi barcha batareyka qovurg'alar qilingan. Общий uyimiz narxini aytdim. 850 million so'm. Puli yetmaganlar uchun bankda 330 million so'm krediti bor. Oyiga 5 million so'mdan chiqadi yurtdoshlar. Maslahat qiling. Mana shunaqangi yuzda bergan tanishlarga jo'natib qo'ying. Pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqib, nima savol bo'lsa, barchasiga javob olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.